56 savol. Namozxon oldidan o'tish. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayx hazratlari, sizga bir masala to'g'risida murojaat qilmoqchi edim. Juma kunida har bir mo'min kabi biz ham Allohning baytiga o'ziga ibodat qilish maqsadida bordik. Hamma narsa odatdagidek chiroyli davom etayotgan edi. Farzni ado qilganimizdan so'ng sunnat uchun qiyomga keldik. Hamma niyat qilib sunnat namozini o'qishga kirishgan bir vaqtda oldingi saflarning birida bir otaxon o'rnlaridan turib orqa tomonga o'tish uchun harakat qila boshladilar. Biz oxirgi saflarda edik. O'sha otaxon yonimdagi birodarimning oldiga kelib to'xtab qoldilar. Chunki u sajdaga ketayotgan edi. Shu holatda, ya'ni otaxonning yuzi va oyoqlariga qaragan holatda 2 bor sajda qildi. Yana keyingi rakatga turganida haligi otaxon yana yo'llarida davom etdilar. Mana shu holatda o'sha birodarimiz to'g'ri qildimi? Ya'ni otaxonga e'tiborsiz holatda sajda qilishi to'g'ri bo'ldimi? Yoki namozni to'xtatmog'i durustmidi? Albatta bu yerda otaxon to'g'ri ish qilmadilar. Lekin menimcha bu narsa birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shuning uchun xato qilishdan saqlanish umidida sizga murojaat qilayotgan edim. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kabi holatlar zarurat yuzasidan bo'lgani uchun inshaalloh kechiriladi. Birodaringiz namozda davom etib to'g'ri qilgan. Agar namozning oldini kesgan odam xabarsiz bo'lganda, uni tasbih aytib yoki ishora bilan ogohlantirish lozim bo'lar edi. Ammo siz vasf qilayotgan hodisada otaxon ko'rib bilib turib, zarurat yuzasidan noqulay vaziyat chiqishiga sabab bo'lganlar. Alloh taolo kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Ammo bu yerda e'tibor berish lozim bo'lgan boshqa bir masala bor. Ko'pchilik namozxonlar farz namozini o'qib bo'lgach, sunnat namozni boshqa joyda o'qish uchun u yoqdan bu yoqqa yugurgilab qolishadi. Ana shu ish juda ham to'g'ri emas. Albatta ular farz va sunnat namozlarining orasini ajratish uchun shunday qiladilar. Ammo buning uchun farz namozdan keyin ba'zi duolarni o'qish juda ko'ngli to'lmasa, yon tarafga bir oz surilish kifoya qiladi. Vallohu a'lam.